Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqirig'iga asosan 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan butun dunyo miqyosida bir tutash holda elib berilgan faoliyatlar Dünya Uyghur Qurultayı ve Uyghur Kişilik Hukuk Quruluş tarafından 7 dekabr ötküzülgen Uyghur Sot Kollegiyasının hükümü ilan kılınğanlığının 1. yıllıqıda degan temadagi İngilizce tor muhokama yig'ini bilan rasmiy boshlandi. Dünya Uyghur Qurultayining arzi bilan 2020 yılı Londonda qurilgan Uyghur Sot Kollegiyasi 2021 yılı 9 dekabr kuni Xitoy hukumat Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizayotdi deb hukm chiqargan. Va Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim Uyghur Sot Kollegiyasining hukmi e'lon qilingan 9 dekabr kunini Dünya Uyghur Qurultayı tarafından Uyghur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitganligini jakarlagan. Shundaqla muhojiratlik qarindoshlarimizni Uyghur xalqi uchun zo'r tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan bu kunni unutib qolmaslikqa va har yili xotirlab turishga chaqirgan va Uyghur Sot Kollegiyasining hukm e'lon qilinganligining 1. yilligi munosabati bilan Qurultay tarafından butun dunyo miqyosida keng ko'lamda xotirlash faoliyatlari o'rinlashtirilgan edi. 9 dekabr Uyghur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Xalqaro Uyg'ur Akademiyasi, Dunyo Uyg'ur Qurultayı qatorliq tashkilotlar tarafından 9 dekabrdan 10 dekabrgacha Washingtonda o'tkazilgan xalqaroliq ilmiy muhokama yig'iniga qatnashish uchun dunyoning har qaysi ellardan Amerikaga yetib kelgan Uyg'ur vakillari 7 dekabr kuni Qurultayning raisi Dolqin Aysa va Uyg'ur Akademiyasining bosh raisi Dr. Rishad Abboslarning boshlamchiligida Amerika Tashqi ishlar ministerligini ziyorat qilib, Sharq Turkiston xalqining Amerika hukumatidan kutadigan arzu talablarini anglatdi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan 7 dekabr Dunyo Uyg'ur Qurultayining Yevropa birligidagi xizmatlarga mas'ul alayda vakili va Qurultay Bryussel ishxonasining direktori Kunstup apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan muhokama yig'iniga Dunyo Uyg'ur Qurultayi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Dunyoviy qonun harakatlari to'rining vakili Shoban Ellin, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elfidar Iltabir, Uyg'ur Sot Kollegiyasining sotchilaridan bo'lgan Raminder Kaur, Dunyo Uyg'ur Qurultayi London ishxonasining direktori va Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish tashkilotining raisi Rayma Mahmud qatorliqlar qatnashib so'z qildi. Ömer Qanat apandi yig'inda qilgan so'zida navbatdagi vaziyatning izchil qabohat ichida davom qilayotganligini ta'kidlab o'tdi. Ömer Qanat apandimning bildirishicha, hozir qadar shuncha ko'p moddiy isbotlar o'tirg'i chiqqan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qirg'in qilishi yana davom qilavergan. Bo'libmi Urumchidagi otapti ma'lum bo'lgandan keyin Sharq Turkistonga reallikda hech qanday ijobiy o'zgarishning borligi kelmaganligi. Shuningdek Uyg'ur soti chiqargan hukmning qanchalik to'g'ri va amaliy ekanligi yana bir qatim namoyon bo'lgan. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elfidar Iltabir yig'inda qilgan so'zida muhojiratga Uyg'urlar duch kelayotgan chegara hal qilgan zulmlarning navbatdagi qirg'inchilikning bir turlik mazmuni sifatida davom qilayotganligini eskartish bilan birga bir qism g'arb davlatlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishining o'zi yetarlik emasligini, Amerika hukumati ma'qullagan va muhokama qilayotgan Uyg'urlar haqidagi qonunlar hozirgidek butkul Uyg'urlar qirg'inchiligining ocharchilik o'xshash yangicha vakillarga qurbonlik qilinayotgan Uyg'urlarning o'ylari mohiyat ular uchun turmaga aylanayotgan bir paytda texmi zo'r ahamiyatga ega ekanligini, jumladan ashu joydagi insonlarning hayotini saqlab qolishining naqadar muhim bo'layotganligini eskartdi. Uyg'ur Sot Kollegiyasining sotchisi Raminder Kaur xonim qilgan so'zida shu vaqtdagi sotning tayyorligi jarayonida Uyg'urlar duch kelayotgan reallikning va lagerdagi qiyin qistoqning dahshatlardan bevosita xabardor bo'lganligini alohida tilga oldi. Yig'inning oxirida yig'in ishtirokchilari har qaysi tashkilotlar va shaxslarning bu masala majburiyati, shuningdek bu masala bo'yicha har qaysi tashkilotlarning hamkorlik asosida ish ko'rishning muhimligi qatorliq temalarda savol-javoblar bo'ldi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan yana 9 dekabr kuni Dunyo Uyg'ur Qurultayi tomonidan nemischa, arabcha, uyg'urcha, xitoycha tillarda maxsus tor muhokama yig'inlari o'tkaziladi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Dunyo Uyg'ur Qurultayi markaziy organi tomonidan 8 dekabr ishlab tarqatilgan inglizcha videolik tashviqot filmi ijtimoiy taratqularda keng olqishga sazovor bo'ldi. Filmda Uyg'ur Sot Kollegiyasining 2021 yili 12 oyning 9 kuni chiqargan hukmi Amerika Tashqi ishlar ministerligi, Kanada, Angliya, Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chexiya, Litvaniya, Irlandiya parlamentlari va Yevropa parlamenti tomonidan qabul qilingan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorlari va Uyg'ur Sot Kollegiyasining hukmi e'lon qilingan kuni Qurultay raisi Dolqin Aysa apandimning 9 dekabrni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb e'lon qilganligi qisqacha o'rin olgan.
judgment of the Uyghur Tribunal, a People's Tribunal formed to consider allegations that the People's Republic of China, PRC, has committed genocide crimes against humanity and torture against Uyghur, Kazakh and other minority groups of northwest China's Xinjiang. Commonly known as the Genocide Convention, including detention camps and measures intended to prevent births as it pertains to the Uyghurs and other Turkic Muslims. Directly saying that the Chinese government is responsible for carrying the genocide. Prevent us from raising the growing evidence of the abuse faced by the Uyghur. Our session. And now let's begin the evening session. De réfugiés ouïghours ici en Belgique mais aussi ailleurs en Europe. Of Uyghur people in Xinjiang as genocide and forced sterilization of the Muslim ethnic minority. Beijing's policies towards Uyghurs and other ethnic Muslims in Xinjiang. I'm Dolkun Isa, President of the World Uyghur Congress. We are London, and the Uyghur Tribunal just delivered its judgment that Chinese government is indeed perpetrating the crime of the genocide and the crime against humanity in East Turkestan against Uyghurs, Kazakh and the other Turkic people. This is a truly a historical moment. Just when we start to lose complete hope and all expectation from the global community were lowering. Enough is enough. We demand justice and accountability now. There is no more excuse for the state and the global community to stay silent on this genocide. Dekabr Uyghur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Xalqaro Uyg'ur akademiyasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Qozog'iston Uyg'ur yoshlari birligi, Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqi, Kanada Sharq Turkiston jamiyati, Uyg'ur harakati tashkiloti, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati qatorliq 50 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti 8 dekabr kuni birlashma bayonot e'lon qilib, xalqaro jamoatchilikni jiddiy harakatga o'tib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va insoniyat qarshi jinoyatlarini darhol to'sib qilishga chaqirdi. Bayonotda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Isa apandimning Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi e'lon qilinganligi mana hozir 1 yil bo'ldi. Bayonotda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Isa apandimning Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi e'lon qilinganligi mana hozir 1 yil bo'ldi. Xalqaro jamoatchilik sotning hukmiga asla sal qaramasligi lozim. Dunyo rahbarlari cho'qim keskin tadbir qo'llanib, Xitoyning jinoiy qilmishlarini surishtirishi va Uyg'urlarni erkinlikka chiqarish uchun ijobiy qadam bosishi lozim degan so'zlarga o'rin berildi. Birlashma bayonotda bundan dal 1 yil burun Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb hukm chiqarganligi, sudning hukmidan keyin Irlandiya, Fransiya va Yevropa parlamentining Uyg'ur sud kollegiyasining mazkur hukmini asos qilib turib, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida maxsus qaror ma'qullaganligi, Uyg'ur sud kollegiyasining hukmining hozir qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini dalillaydigan eng ishonchli qonuniy asos bo'lib qolganligi ta'kidlab o'tildi. Bayonotda yana Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidan xalqaro qonuniy asoslar bo'yicha dalillab chiqilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining BDTning har qaysi organlarining kuchli diqqatini qo'zg'aganligi, BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan bu yil 31 avgust Uyg'ur masalasi haqida maxsus doklad e'lon qilinganligi, BDTdagi 50 dan ortiq davlatning Xitoyning jinoiy qilmishlarini ayblab birlashma bayonot e'lon qilganligi, bu yil 11 oyning 24 kuni bo'lsa BDT irqiy ayrimchilikning oldini olish komitetining Uyg'ur masalasi haqida maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoydan jazo lagerlari va turmalardagi Uyg'urlarni darhol qo'yib berishni talab qilganligi eslatib o'tildi. Bayonotning oxirida BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan e'lon qilingan dokladning BDT kishilik huquq oliy kengash yig'inida muzokaraga qo'yilish taklifining rad qilinganligidan butun Sharq Turkiston xalqining qattiq afsusini his qilganligi, Xitoyning bo'lsa davomli holda BDTning kishilik huquq sistemasiga daxl taruz yetkazayotganligi eskartilib, mundaq deyildi. Har qaysi davlat hukumatlari majburiy emgakning oldini olish qonunlarini jiddiy turda bekitib chiqib, Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik mahsulotlarning import qilinishini qattiq cheklashi va chet ellarda yashayotgan Uyg'ur muhojirlarga bo'lgan turli yordam va qo'llashni kuchaytirishi, har qaysi ellar 1948-yili ma'qullangan BDT irqiy ayrimchilikning oldini olish ahdnomasining ro'yiga to'liq amal qilib, barliq choralarni qo'llanib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishi lozim.
9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan bugun, ya'ni 8 dekabr kuni tushdan burun Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Amerika Uyg'ur birlashmasi tarafidan Washington axborot klubida axborot e'lon qilish va muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazildi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining program yetakchisi Mustafa Aqsu apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida oldi bilan 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Xalqaro Uyg'ur akademiyasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Qozog'iston Uyg'ur yoshlari birligi, Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqi, Kanada Sharq Turkiston jamiyati, Uyg'ur harakati tashkiloti, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati qatorliq 50 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti tomonidan tayyorlangan birlashma bayonot o'qib o'tildi. Axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat va Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabirlar Uyg'ur sud kollegiyasining qurilish jarayoni va 2021 yili 12 oyning 9 kuni chiqargan hukmining mazmuni, Uyg'ur sud kollegiyasining hukmining xalqaroliq ta'siri haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Uyg'ur sud kollegiyasi Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va arzi bilan 2020 yili 9 oyning 3 kuni Londonda qurildi va ayni chog'da Markaziy Gollandiyadagi xalqaro adolat divonida sobiq Yugoslaviya prezidenti Milosevichni sotlagan dunyoga mashhur sotchi, xalqaro qonun sohasida yuqori inovatga ega shaxslarning biri bo'lgan Jeffrey Nice apandi Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sotchisi bo'ldi. Uyg'ur sud kollegiyasining tunji qitimliq isbot anglash yig'ini 2021 yili 6 oyning 4 kunidan 7 kunigacha, ikkinchi qitimliq isbot anglash yig'ini bo'lsa 2021 yili 9 oyning 10 kunidan 13 kunigacha, uchinchi qitimliq isbot anglash yig'ini bo'lsa 2021 yili 27 noyabr kuni Londonda muvaffaqiyatli holda chaqirildi. Bu 3 qitimliq isbot anglash yig'inida Sharq Turkistonlik va chet elliklardan bo'lib 70 dan ortiq kishi guvohlik berdi. Ya'ni 500 nafardan ortiq kishi yozma guvohlik berdi. 2021 yili 12 oyning 9 kuni Uyg'ur sud kollegiyasi Londonda hukm e'lon qilish yig'ini chaqirib, Xitoy hukumatı Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotdi deb hukm chiqardi. Shu kuni qurultay raisi Dolqin Aysa apandim 9 dekabrni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitganligini jakarladi. Bu xalqaroda tunji qitim hukumatlardan betaraf va butunlay mustaqil bir sud kollegiyasining qaror chiqarishi bo'lg'achqa xalqaroning zo'r diqqatini qo'zg'adi. Hozirgacha bu vaqtda sukut qilayotgan hukumatlar, xalqaroliq organlar ustidagi besim yana oshdi. Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice apandim tarafidan o'qib o'tilgan va 9 dekabr kuni Uyg'ur sud kollegiyasining tor betida e'lon qilingan 63 betlik hukmnomada Xitoy hukumati tarafidan Uyg'urlarga qarshi o'tkazgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarga Xitoy kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinping, atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq partikomining sekretari Chen Chuango qatorliqlarning bevosita javobgar ekanligi bildirildi. Xalqaroliq qonunshunoslarning qarashicha, Uyg'ur sud kollegiyasining tarafsiz holda chiqargan bu hukmi xalqaroliq organlar, parlamentlar va hukumatlar uchun zo'r qonuniy asos bo'la oladi. Shuning uchun Xitoy hokimiyati mazkur sudga buzg'unchilik qilish uchun bir davlatga yarashmaydigan razil vositalarning hammasini ishga soldi. Guvohchilarga tahdid soldi. Guvohchilarning vatandagi urug' tuqqanlarini go'riga ilib, ularni majburiy ekranlarda so'zlatish orqali chet eldagi guvohchilarga ro'yi azob soldi. Uyg'ur sud kollegiyasiga va uning raisi Jeffrey Nice apandimga qarshi embargo yurgizdi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan 9 va 10 dekabr kunlari Qozog'iston, Qirg'iziston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Turkiya, Germaniya, Angliya, Gollandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Belgiya, Shvetsariya, Fransiya qatorliq davlatlardagi 20 dan ortiq shaharda maxsus xotirlash faoliyatlari va norozilik namoyishlari o'tkaziladi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilikka qarshi turish umumiy shuar qilingan bu qatimqi faoliyatlarda 24 noyabr Urumchi fojiasi asosli tashviqot mazmunlarining biri qilinadi. Xalqaro Uyg'ur akademiyasi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq tashkilotlar birlikda 9 va 10 dekabr kunlari Washingtonda zo'r ko'lamli xalqaroliq ilmiy muhokama yig'ini o'tkazadi. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.